ikkita olish shart emas. Ikkovi ham bir xil bo'lsin. Bittasi otamga, bittasi menga. Ota bola bir xil qilib to'yga bormoqchimiz. Ota, siz necha yoshdasiz o'zi? 70 yoshdaman, o'g'lim 70 yoshdaman. 70 yoshda. Dadangizchi? Otam 95 yoshda. 95 yoshda qoyil. Shu yoshda ko'ngilga to'y chiqqanini qarang. Bir yaqin insonlarning to'y bo'lyapti shekilida. Ha, yaqin insonlari. Dadalari uylanyaptilar. Dadalari? Ha? Dadalari. Ya'ni mening bobom. Dadalar necha yosh? Dadalari 125 yoshda. 125 yoshda? Ha? Uylanib nima qiladi shu yoshda? Ularga qolsa uylanmay yuraveradilar. Ota-onalari qo'ymayapti. Ota-onasi? Ha?